Bir paytlar kundalik daftar yuritganman. Har kun bo'lmasa ham tez-tez o'sha kundalik daftarimga ichki hissiyotlarimni, hayotimda bo'ladigan holatlarni yozib qo'yganman. Yaqinda uyim перестановка qilayotganda shu narsani topib oldim. Kundalik daftarimni ancha unutib olgan ekanman borligini ham. Topib oldimda, keyin o'tirib o'qib chiqdim. Kundalik daftarimning 70% qanaqadir bir pessimist darajada yozilgan ekan. Optimistik emas, pessimistik, ya'ni xafa bo'lib, yana nimadirlardandir norozi bo'lib yozgan ekanman. Yig'i-sig'i joylari, xullas shunaqalar yozilgan ekan. Aynan o'sha kayfiyatim yo'q paytida menimcha yozganman faqat. Keyin o'tirib o'yladim-da. Demak, shu hozirgi darajamga yetishim uchun ham o'sha kunlarni ko'rishim kerak ekan. Hayotda qachon siz g'olib bo'lasiz, qachon nimalargadir erishasiz, qachonki charxlansiz. Odam qachon charxlanadi? Qachonki inson qiyinchiliklarga duch kelsa. Har bitta qiyinchilik biz uchun keyingi qadam uchun bitta zinapoya. Bu bilan nima demoqchiman? Agar siz hozir qaysidir qanaqadir qiyin vaziyatda bo'lsangiz, shukr qiling. Demak, siz ertaga ko'tarilasiz. Va bu holatda sabr bilan, matonat bilan, shukr bilan va bilim bilan maqsadga qarab erishishda davom etsangizgina siz uchun eng yuqori cho'qqilarga olib chiqadigan holat. Har birimiz har bir kunimizdan shukr qilaylik. Hech narsa bekorga emas.